Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, hayo manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Iymonning eng oliy darajasi la ilaha illalloh. Allohni yakkalash, tavhid. Bu borliqda birodarlar, faqatgina Alloh taoloning xohishi voqea bo'ladi, sodir bo'ladi. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga iloh yo'qning ma'nosi shu. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bas u narsa voqea bo'ldi va nimani xohlamagan bo'lsa, voqea bo'lmadi. Mana shu narsaga e'tiqod qilishlik iymonning eng oliy darajasi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan ilmning cho'qqisi, nihoyasi bu tavhid, la ilaha illalloh. Agar birodar senda mana shu ilm bo'lsa, tavhid bo'lsa, haqiqiy ma'noda tushunib yetsang la ilaha illallohning ma'nosini, la ilaha illallohning ma'nosini tushunib anglab yetsang, mushkulalaringning hammasi hal bo'ladi. Qanday qilib? Chunki aytdik, la ilaha illalloh degani Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh xohlagan narsa bo'ldi, xohlamagan narsa bo'lmadi. Buni bu yog'iga ham Alloh xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Demak, seni ustingda bo'ladigan har qanday yaxshi yomon ish Alloh taoloning qo'lida. Senga nima musibat kelsa ustingga, bu qilgan gunohing sababli keladi. Agar sen la ilaha illallohni tushunib, Allohga osiy bo'lishidan qo'rqsang va Allohga osiy bo'lmasang, demak mushkulalaringning hammasi hal bo'ldi. Chunki ustingda qanaqa muammo, qanaqa mushkula, qanaqa bir problema bo'lmasin, bularning hammasini aslida gunoh yotadi. Chunki Alloh taolo aytayapti, astagfirullah, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Nima musibat kelmasin deyapti Alloh taolo. U molingga kelgan musibatmi, sog'lig'ingga kelgan musibatmi, hurmatingga kelgan musibatmi, oilaviymi, iqtisodiymi, ijtimoiymi, qanaqa muammo bor bo'lmasin, deyapti Alloh taolo, bima kasabat aydikum. O'zingizlar qilgan gunoh tufayli keladi, deyapti. Shuncha aytyapmiz-da, la ilaha illallohni tushunsang haqiqiy ma'noda, faqat Allohning xohishi bo'lishini bilsang, gunoh qilgani uyalasan, hayo qilasan. Gunoh qilmayapsanmi? Gunohdan o'zingni ehtiyot qilyapsanmi? Demak, muammo qolmaydi ustingda. Haqiqiy hayoli odam kim? Allohdan hayo qilgan odam. Allohdan kim hayo qilayotgan bo'ladi? Gunohlardan o'zini tiyayotgan odam. Kechagi darsimizda aytdik. Yuzingizga qaramaydi, uyatchang, yerga qarab turadi, hayoli, yuzlari qizarib ketadi, sal bir nojo'ya gapni eshitsa bir xijolat bo'lib ketadi-yu, katta gunohni bir chekada qilib qo'yaveradi. U odamlar o'ylayotgan hayo emas, biz aytayotgan hayo. Haqiqiy hayo Allohdan qilingan hayo. Haqiqiy hayoli odam hech kim ko'rmayotgan joyda ham Allohdan hayo qilib, gunohdan o'zini tiyadi. Mana shu hayoni gapiryapmiz biz. Ana, g'arbni qarang, eslik hammasi, odoblik, zo'r, kulishadi, bir chiroyli muomala qilishadi. Ha, ana shu katta shaharlarning bittasida juda bir katta rayonda svet o'chib qoluvdi. Kameralar, blyudenalar o'chuvdi. Ko'ring bo'ladi asl basharasini. Ularning odobliligi, birodar haqqidan qo'rqishi, o'g'irlik qilmasligi bari kameradan qo'rqib edi. Mana kamera o'chgandan keyinmi qo'liga kirgan narsani shu supermarketdan talon-taroj qilishdi. Endi Allohdan haqiqiy hayo qilgan odam nima qiladi? Svet o'chib qoladimi? O'chmaydimi? U hayoli odam. Tushunarliga biz xas hayoda gapiryapmiz. Demak, Allohni agar yakkalasang, haqiqiy muvahhid bo'ladigan bo'lsang, mushkulalaring qolmaydi. Chunki seni aloqang, muomalang faqatgina bir tomon bilan bo'ladi. Kim bilan bo'ladi? Alloh bilan. Allohni nima deyishi, Alloh sen haqingda qanday fikrda, qanday ra'yda bo'lishligi senga qiziq. Odamlarning ra'yi qiziq emas.
sen haqingda Alloh taolo nima deyish qiziq bo'lib qoladi. Demak, mushkuling hal bo'ldi. Hamma yuzlarni bir chekkaga surib, bitta yuz uchun ishlagin, u yuzning egasi qolgan yuzlarni rozi qilib qo'yadi. Hamma mushkula, muammolarni bir chekkaga surib turib, bitta g'am, bitta mushkulani bo'yningga olgin. Hamma g'amni chekkaga surib, bitta g'amni zimmangga olgin, Allohni rozi qilishlik g'amini. Qolgan g'amlaringga Alloh o'zi kifoya qiladi. Agar hamma ishingni Allohni o'zi bilan bitirishni o'rganib oladigan bo'lsang, sen haqiqiy rohatni topasan, birodar. Chunki mana shu gaplarimizning xulosasi, xulosatul kalom, la ilaha illalloh degin. Allohni yakkalagin. Muvahhid bo'l. Odamlarning ko'pchiligi, mana musulmonlarning ko'pchiligi kalimani aytadi. Musulmonlar orasida mana shu kalimani aytib turib ham o'zi bilgan, bilmagan holda yashirin, maxfiy shirkka kirib qoladi. O'zi la ilaha illalloh degan, namoz o'qiydi, o'zini muvahhid deb biladi, ammo o'zi bilmasdan yashirin, maxfiy shirkka kirib qoladi. Nima bu? Astagfirullah. Va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollarida yana iymon keltirurlar. Ya'ni o'zi bilmagan holda shirk keltirib qo'yadi. Bu yerdagi ochiq shirk emas, bu maxfiy shirk deyilyapti. Demak, birodarlar, iymon bu e'tiqod, aqida. Iymon bu sulukiyat, axloq, odob, muomala. Iymon bu go'zal xulq. Hatto mana shu yerda odamlarga aziyat yetkazadigan toshmidi, tikonmidi, shishamidi, shuni bir chekkaga surib qo'yishlik ham iymonni ko'rinishlardan bittasi. Chunki aytdik-ku, iymon bu sulukiyat, yurish-turish, xatti-harakat. Mashina minayotganimizda ham iymonimiz esimizda tursin. Mashinani parkovat qilayotganimiz paytimizda ham iymonimiz esimizda tursin. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham qo'yib ketavermaylik. Odamlarga xalaqit qiladigan joyga mashinani. Kimdan uyalaylik? Kimdan uyalaylik? Yangisini aytib beraymi, kechagi bo'lganini. Filarmoniyadan kelyapmiz, probka bo'lib ketyapmiz endi. Bilasizlar filarmoniya yo'lini. Bitta Matiz qisilib yurib, chekadan changitib kelyapti. Hech kimdan Allohdan uyalmayapti. Qisib kelyapti. Men sal chiqibroq oldim, Mati. To'sib qo'ydim. O'tib turib, shunday yonboshiga chiqib turib, menga do'qimoqchi bo'ldim-mi deb qaradi, tanib qoldi, domla ekanman. Assalomu alaykum dedi. Bo'ldi, hech kimni abgon qilmadi. Mendan uyaldi. Men qo'limda hech narsa yo'q bo'lmasa. O'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat odamdan uyaldi, ungacha Allohdan uyalmayotdi. Endi shoshilayotgan bo'lishi mumkin, domla o'tkazib olmadingizmi desangiz, keyin shaytevani bu yoqqa o'tgandan keyin indamay orqamda ketdi. Agar shoshilish bo'lsa o'tib ketsa bo'ladi, ikkita polasa edi bu yerda yangi asfalt. Har bittamiz ustimizda bor shu narsa. Hurmatli, obro'li odamni ko'rgan paytda xijolat bo'lib ketamiz, edi, ro'n yuramiz. Allohdan hayo qilishliging to'g'ri emasmidi undan burun? Tanish manzarami? Allohdan uyalishlikka haqli emasmidi shu ukamiz? Bu hayotga bog'layapmiz, e'tibor beryapsizlarmi? Agar siz muvahhid bo'lib, Allohni yakkalab, Allohdan hayo qilsangiz, gunoh qilmay qo'yasiz. Gunoh qilmay qo'ydingizmi, ishlaringiz tekis bo'ladi, hammasi. Iqtisodingiz ham zo'r bo'ladi, siyosatingiz ham zo'r bo'ladi, oiladagi munosabatlaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Hamma muammolarimizning ildizi Allohdan hayo qilmaganligimiz. Tekshirib ko'ringlar. O'sha bolamiz betarbiya bo'lib anqatyaptimi? To'yg'izdimi? Demak, qayerdadir biz o'zimiz xato ketganmiz. Yo ota-onamizni biz ham anqatganmiz. Yo unga olib kelib berayotgan luqmamizda gumon shubha bo'lgan. Ishonaveringlar, besabab mashina to'xtab qolmaydi-da, shap o'chib qolmaydi mashina. Demak, ichida bir muammo bor. O'shuning uchun bolalar bilan urushavermanglar. Qanday bola kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchini bolasiga o'xshamaysan demanglar. Yana qaytarib aytamiz, hayotimizda qanaqa muammo bo'lsa, biz Allohdan hayo qilmaganimiz uchun, gunohdan o'zimizni tiymaganimiz uchun bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi mavzuni? Allohdan uyaling. Yana hayo haqida.
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Buxoriy va Muslimdan. Bu sahoba aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayosi. Mana hayo haqida gapirganda hayoli insonlarning ustozi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Har bittamizda qaysidir darajada hayo bor. Hatto ko'chada so'kinib baqir-chaqir qilib behayolik qilib yurgan erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ota-onasini, oila a'zolarini orasiga kirganda hayo bilan turadi. Hayo borda insonda tabiatida qaysidir darajada. Mana eng hayoli zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallammi? U kishining hayosi qaysi darajada edi? Qaysi darajada bo'lgan? Sahoba aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayosi nikoh kechasi to'shagida yotgan qizning hayosidan ko'ra qattiqroq edi. Agar u zot deydi bu sahoba, bir narsani yoqtirmasalar, yoqtirmagan narsani ko'rsalar, biz buni u zotning yuzidan bilib borar edik. Shu darajada hayoli bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana bizga ibrat kim? Hozirgi davrda aksincha ana shu behayo bo'lishlik ilgari suriladi. Behayo inson so'zi xunuk bo'ladi, qo'pol bo'ladi, dag'al bo'ladi, sulukiyati yomon bo'ladi. Bunaqa behayo odamlar odamlarni xijolatga qo'yishlikni yaxshi ko'radi. Bora har bir ulfatlarning ichida, jo'ralarning ichida bitta yarimta odam bo'ladi, imkon boricha birodiston kulib oladi. Birpasda masxara qilib qo'yadi. Xijolat qilishlikdan o'zi huzur oladi. Bora bor, o'sha palonchi. Lekin o'sha palonchi ham o'zini shunaqa deb bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tuhammirul wujuh." Yuzlarni qizartirmanglar. Ya'ni odamlarning yuzlarini xijolatga qo'yib qizartirmanglar. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mo'min odam birovni xijolatga qo'ymaydi. Agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitdik. Odamlarni yuzlarini qizartirmanglar deyaptilar, xijolatga qo'ymanglar deyaptilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi qanday yo'l tutganlar shunday holatda. Bir to'p sahobalar bilan Rasululloh o'tirib tuya go'sht yedilar. Shu o'tirganlardan bittasidan yel chiqib ketdi. Ovozi chiqdi. Endi boyaga yel chiqqan odamni xijolatdan endi holi tayin. Odamlar bilmayapti kimdan chiqqanini. Hammasi turib namoz o'qishlik kerak, asr o'qishlik kerak. Hozir shu yel chiqargan odam turib tahorat qilsa, bilinib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'ryapsizmi? Odamlarni xijolatdan chiqarishga bo'lgan harisligini. Aytdilarki: "Kullu man akala lahma jazur falyatawadda." Tuya go'shtini yeganlar turib tahorat qilsin dedilar. Sahobalar hammamiz yedik ya Rasululloh deganida kullukum falyatawadda. Hammanglar tahorat qilinglar dedilar. Hammalari turib tahorat qilishdi. Bu zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamda indamasalar ham bo'laveradi. Xijolatdan chiqarib qo'yaptilar. O'zi xijolat qilishlik emas, o'zi odamlarni noqulay holatga qo'yish emas. Noqulay holatga kirib qolgan odamni chiqarib qo'yaptilar. Hamma turib tahorat qildi, demak hech kim bilmay qoldi kimdan yel chiqqanini. Aytyapmiz-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayosi nikoh kechasi o'zini to'shagida yotgan qizdan ko'ra qattiqroq edi hayosi. Agar bir narsa yoqmasa u zotga nima qilardilar? Yuzlaridagi holatdan sahobalar bilishib olar edi. Payg'ambarimizga yoqmadi bu narsa deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwa idza lam tastahi faf'al ma shi'ta." Avvalgi payg'ambarlardan dedilar Rasululloh. Avvalgi payg'ambarlardan odamlarga yetib kelgan gap shuki, agar hayo qilmasang, bilganingni qil. Demak, hamma payg'ambar shu gapni bir xil aytib kelgan. Uyalmasang, bilganingni qil.
Bu hadisni bir qancha ta'villari bor. Bittasi. Birinchisi, agar qilayotgan ishing odamlar uni ko'rsa, hijolat bo'lmaysanmi? Demak, qilaver, muboh ish ekan. Masalan, katta bir mansabdor odamsan yoki bir katta olimsan. Ko'chaga chiqib, o'sha magazindan mayda-shudani qilib ketyapsan. Shu ishingdan uyalmaysanmi? Yo'q, muboh ish, demak qilaver. Odamlarning ko'zida bu ish bilan hijolatga qolmaysanmi? Qilaver. Lekin bu ta'villarning zaifi. Lekin ulamolarning orasida mashhur bo'lgan, quvvatliroq bo'lgan ta'vil shuki, agar sen hayo degan narsani unutib qo'ygan bo'lsang, bilgan ishingni qil. Behayo bo'lib qoldingmi? Demak, sen odob va axloq maqomlaridan mahrum bo'lib qolsan. Endi bilganingni qilaver. Bu tahdid. Bu tahdid. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, bugun yangi darsni boshlaymiz. Hayo manzilati. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Martabalar mavzusidagi navbatdagi darsimiz. Bu darsimiz hayo haqida. Hayo nima desa, uyalchanglik deydi ko'pchilik. Xuddi rostgo'ylik darsimizda o'tgandek. Rostgo'y odam qanaqa bo'ladi desa, odamlarning aksariyati yolg'on gapirmasanglar rostgo'y bo'ladi. Rostgo'ylik haqida aksar odamlarda tasavvur shunaqa edi. Lekin shariatimizda, din islomimizda rostgo'y inson deganda juda ko'p narsa buni chekib ketar ekan. Rostgo'ylik tili bor ekan, rostgo'ylik qadami bor ekan, rostgo'ylik kirishi bor ekan, rostgo'ylik chiqishi bor ekan, rostgo'ylik o'rni bor ekan. Xuddi shunga o'xshagandek, hayo ham odamlarning juda ko'pchiligi o'ylagan faqat uyatchan bo'lish, odamlarning oldida yuzi qizarib, yerga qarab turishlik emas. Agar bir odam odamlarning oldida gapirgani hayo qilib, yuzi qizarib, yerga qarab turib, tappata birovni katta pulga yotib qo'yayotgan bo'lsa, bu odam hayoli deyilmaydi. Darsdan sal oldinroq o'tib ketib aytamanki, gunoh qilishlikka Allohdan hayo qilgan, Allohdan uyalib, gunohdan tiyilgan odam haqiqiy hayoli odam deyiladi. Ko'zda hayosi bor, tilda hayosi bor, quloqda hayosi bor, oyoq qo'lda hayosi bor, kallaning hayosi bor, qorinning hayosi bor. Tushunarlimi? Bir odam jur'atli bo'lishi mumkin, odamlarga tikka qaraydi, yuzi qizarmaydi, lekin taqvoda, gunoh ma'siyatdan o'zini tiyadimi, shu odam hayoli bo'laveradi. Hali muloyim shipirgi bo'lib tashlab kidat qilib qo'ysa, u hayoli deyilmaydi u. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Bu manzilat Alloh azza va jallaning kitobi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan istinbot qilingan. Hayo haqida oyatlar va hadislarni o'qiymiz. Birinchi oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh uni ko'rib turishini bilmasmi? Birodarlar, hayo xulqining asosi shu oyat. Alloh ko'rib turganligini bilmaydimi? Alloh ko'rib turibdi-ku. Ahmad bir xunuk ayb ish qildi. Hech kim yo'q joyda. Keyin bilsa, palonchi akasi tevadan qarab turgan ekan balkonidan. Uni mana shu qabih amaliga guvoh bo'lib qoldi. Ahmad bundan xabar topib qoldi. Endi ahvoli nima bo'ladi? Ana shu odamni ko'rganda xijolat bo'laveradimi? Qalbi shamdek erib ketaveradimi? Bitta odam seni xunuk ishingni ko'rib qolsa, shu odamning oldida qanchalar xijolat bo'lasan-u, hamma narsani ko'rib bilib turadigan Alloh taolo, ustingdagi hamma ne'matlarni senga berib qo'ygan Alloh taolo ko'rib turganini bilmaysanmi? Astagfirullah. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang.
Aks holda azoblanuvchi kimsalardan bo'lib qolursiz. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. O'zingizga ergashgan mo'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Bas, agar ular itoatsizlik qilsalar, u holda ayting: albatta men sizlarning amalingizdan pokdirman. Va tawakkal alal azizir rohim. G'olib va mehribon Allohga tavakkul qiling. Allazi yaraka hina taqum. U sizni o'zingiz namoz uchun turayotgan vaqtingizda ko'rib turar. Allazi yaraka. Sizni ko'rib turadigan zot. Magazinga kirsangiz kamera turibdi. Toshingizni ko'rib turib uni bo'lib olasiz. Yoki kirib ketsangiz magazinda video kuzatuv yo'lga qo'yilgan deyildi. Nima qilasiz? Sizni kuzatib turishganligini bilsangiz, ana shu bilimingiz sizni tartib intizomli, qoidali bo'lishga majbur qiladi. Demak, hayoning asosi birodarlar, fundamenti Alloh ko'rib turibdi. Demak, birinchi oyat mana shu bo'ldi. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmasmi? Fe'l-atvoring, nasihatlaring, so'zlaringni hammasi, hatto o'y fikrlaringni ham Alloh taolo bilib turadi. Alam ya'lam bi annalloha yara. Ikkinchi oyat. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo latif bo'lgan zot. U zotning kuzatib turishligini biz mashaqqatini his qilmaymiz. Masalan, kamera tursa turibdi, ko'zimiz ko'rib turibdi. Yoki orqamizda bitta odam kuzatib yursa, bizni kuzatib qarab turganligini ko'ramiz. Kamera ko'tarib yursa, yana bir noqulaylik. Bu insonni kuzatib turishi. Bu inson nuqsonli bo'lgandan keyin uni fe'llari ham nuqsonli bo'ladi. Endi Alloh taolo kuzatib turadi. Alloh taolo muroqaba qilib turadi. Bu sizga umuman malol kelmaydi va sezmaysiz ham. O'shuning uchun unutib qo'yasiz-da. Ey insonlar, dedi Alloh taolo Qur'onda, sizlarni bir jondan, odamdan yaratgan va uning juftini Havvoni vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Mana ikkita oyat o'qidik. Ikkalasida ham Alloh taolo siz bilan bizni ko'rib, kuzatib turishligini tushundik. Sen bilan men, birodar, bandamiz. Doim kuzatuvdamiz. Shuni unutmaslik kerak. Agar unutmaganimizda shu narsani, qanaqa odam bo'lardik-a? Alloh bizni kuzatib turganligini hech ham esdan chiqarmasak, doim yodimizda tursa, qanaqa odam bo'lardik-a? Gap so'zimizni o'ylab gapirardik, qadamimizni o'ylab bosar edik. Qo'lida mansabi bor, kuch-quvvati bor bir odam seni kuzatib turibdi. Agar toyilsang, xatoga yo'l qo'ysang, mana shu xatoing uchun qattiq jazolash imkoniyati bor. Shuni bilsang, qanaqa tutasan o'zingni? Xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqasan, sharmanda bo'lishdan hayo qilasan. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kuzatuv. Mashinangizda tez ketyapsiz, radar borligini ko'rsatadigan belgi turibdi. Ketaverasizmi? Yo'q. Bilganingizdan keyin, ko'rganingizdan keyin sekinlaysiz. Bir do'konga kirdingiz. Video nabludeniya bor deyildi. Nima qilasiz? O'zingizni to'g'rilab olasiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Bu misollar tavzih uchun, tushunishimiz oson bo'lishi uchun keltirildi. Uyingizga mehmon keldi. Martabali, hurmatli, jamiyatda bir o'rni bor, ilm, ma'rifatli odam keldi. Haligi odamni qabul qilgani chiqdingiz. Nima qilasiz?
O'sha uy kiyimingiz bilan chiqib kelaverasizmi? Rabochiy kiyim bilan chiqib olasizmi? Nima qilasiz? Uyalasizda undan. Eng zo'r kiyimingizni kiyasiz, uyingizni shupirtib suv septirasiz, chunki uni oldida xijolatga qolishni xohlamaysiz. Yana bu odam bilan o'tirganda qana qilib gapirasiz? Ovozni ko'tarmaysiz, baqirmaysiz, odob bilan turasiz. Bu o'zingizga o'xshagan bitta go'shtdan, suyakdan iborat odam. Shundan shu hayo qilyapsiz shunchalik. Allohdan hayo qilishlikka haqli emasmi o'zingiz, birodarlar? Ikkita oyat o'qidik. 3-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Ko'zning xiyonati. Ko'zning xiyonati. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilar. Ko'zning xiyonati nima? Bir tashab qo'yish ko'zdan. Ne qilib qo'yasiz? Masalan, erkak tabib boshqa tabib yo'qligi uchun nochor ayol kishini ko'ryapti. Faraz qiling. Bu tabib bu ayolni badanini qaysi qismiga qarashga haqqi bor desa, o'sha davolaydigan joyini ko'rishlikka haqqi bor. Endi bu yoqqa qarashligi mumkin emas, harom. Mana endi o'sha ko'ryapti turib, bu yoqqa ham ko'zini tashab qo'ydi. Ro'parasida turgan odam sezmaydi ko'zini yoqqa tashab qo'yganini. Alloh taolo aytayapti, ko'zlarning xiyonatini ham biladi, qalblarning yashirgan narsasini ham biladi. Ko'zning xiyonati. Qo'lingizda telefon bor. Butun dunyo qo'lingizda turibdi. Xohlagan narsalarni ko'rasizlar. Siz bo'pti, xo'p, o'zingiz yaxshi odamsiz, dindorsiz, o'zingiz istab ko'rmaysiz u faxshni. Lekin chiqib qoldi o'rtada reklamada. Nima qilasiz shunda? Oyatni qarang, ko'zning xiyonatini va qalblarning yashirgan narsasini bilir deydi. Hech kimi yo'q, ko'rib turibsiz yoki uyingizda televizorda ko'rib turibsiz. Agar siz Allohdan uyalsangiz, o'chirasiz yoki boshqa narsaga olasiz. Ko'p qavatli imoratni 10-etajda turibsiz. Derazangizga qarab, ro'paradagi imoratda 10-etajida bir ayol derazasi ochiq kiyim almashtiryapti. Siz uyingizning ichingizda turibsiz. Hech kim sizni ko'rmayapti. Tomosha qilasiz, birov bilmaydi. Hech kim bu narsa uchun sizni hisob-kitob qilmaydi. Nima qilasiz? Agar shunday ko'zingizni olib qochgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. Hayoingiz bor ekan. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. 3-oyat. U Alloh ko'zlarning xiyonatini ham bilib turadi, qalblarning yashirgan narsasini ham. Bu Alloh taoloning kuzatib turishi haqidagi oyatlar edi. Mana endi hadislarni o'qiymiz. Birinchi hadis. Hayo iymondandir. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chada ketib borayotsalar, bir ansoriy sahoba yonida turgan bir kishiga hayo haqida va'z qilyapti. Hayo undoq bo'ladi, hayo bundoq bo'ladi, hayo qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtab boyaga ansoriyga da'hu fa innal haya'a minal iman dedilar. Uni o'z holiga qo'y, bu odamni o'zini holiga qo'y. Chunki hayo iymondan bo'ladi dedilar. Iymoni bor odamda hayo bo'ladi. Bu hadisni ko'p eshitganmiz. Ammo bir o'ylanib, chuqurroq tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak, ajib narsaga guvoh bo'lamiz. Xulqlarning ichida iymonning shartlaridan bo'lgan xulqlar bor. Nima degani bu? Agar inson mo'min bo'lmasa, mana shundaqa xulq unda bo'lmaydi. Qaytarib aytamiz. Iymonning shartlaridan hisoblangan xulqlar bor. U shunday xulqki, iymoning bormi, bu xulq senda bo'lishligi kerak. Yana boshqa xulqlar bor. Agar bu xulqlar sizda bo'lsa, bu iymoningizni yo'qligiga ishora deyiladi. Qarang, mana bu xulqlar egasi bo'lsangiz, iymoningiz borligini belgisi, mana bu xulqlar bo'lsa sizda, iymoningiz yo'qligini belgisi. Xo'p, biz hayo iymondan ekanligini bildik. Demak, hayosi bor odammi, iymoni bor ekanligini bildik.
Endi qaysi xulqlar bo'lsa insonda iymon yo'q bo'ladi bu odamda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhudan keltirilgan hadisda aytadilar: "Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba." Mo'min har qanday tabiat bilan tabiatlanib qolishi mumkin. Har qanday xulq mo'minning tabiatiga kirib qolishi mumkin. Faqatgina xiyonat va yolg'onchilik bundan mustasno dedilar. Agar siz xoin bo'lsangiz, xiyonat qilsangiz va yolg'onchi bo'lsangiz, bu iymonning yo'qligiga dalolat qiladi. Inji bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Baxil bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Qo'rqoq bo'lishingiz mumkin, mo'minsiz. Har qanday yomon sifatlar bilan mo'min sifatlanib qolishi mumkin, xulqlanib qolishi. Lekin ikkita xulq unga hech qachon yuqmaydi. Xiyonat bilan yolg'on. Demak, birodarlar, iymon hayo borligidan bilinar ekan. Hayo iymon borligiga dalolat qilar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun boyaga Ansoriyni ko'p ovora bo'lmagan, ko'p kuching ketmasin deb uni vaqtini ehtiyot qilgandek aytdilarki, "Da'hu fa innal haya'a minal iymon." Bu odamni o'zini holiga qo'y. Hayo iymondan bo'ladi. Ovora bo'lma bunga, tushuntirib hayoni. Ikkinchi hadis. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr." Rasululloh aytibdilar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Hayo faqat yaxshilik olib keladi. Rostgo'ylik haqida dars o'tdik. Aytdikki, as-sidqu manjat. Rostgo'ylik najotga boshlaydi. Endi yolg'onchilikchi faqat musibat olib keladi, yomonlikka boshlaydi. Agar bir insonda hayo bo'lsa, bu hayo uni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Lekin hayoning ma'nosi katta ekanligini aytdik-a? Yerga qarab xijolat bo'lib, deb qizarib turish emas bu hayo biz o'ylayotgandaqa. Busayr ibn Ka'b aytadi, hikmatda shunday deb yozilgan. Albatta viqor hayodandir. Albatta sakinat hayodandir. Hayo qaysi tomonga burmasin, seni faqat yaxshilik olib keladi senga. Chunki sen Allohga osiy bo'lishdan uyalasan-da, chunki seni kuzatib turibdi. Odamlarga aziyat berishlikdan uyalasan, chunki Alloh ko'rib turibdi. O'zingniki bo'lmagan narsani olishdan hayo qilasan, chunki Alloh sen bilan birga. Shuning uchun aytildi hadisda, hayo faqat yaxshilik olib keladi. 3-hadis. Hayo iymonning bir shoxobchasidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-iymanu biz'un va sab'una aw biz'un va sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun minal iymon." Iymon 70 yoki 60 dan ko'proq shoxobchadir. Bas uning afzali, eng balanddagisi la ilaha illalloh, eng quyisi yo'lda odamlarga aziyat yetkazadigan narsani olib tashlashlik. Hayo iymonning shoxobchalaridan bittasidir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.